Ragazlar diyen Aslıyımdan buradan Yüzüme diyorum Benime gülmeyen Benim yeni resimni bir tet bakay. Ustam. Hemece pezgine bu ne? Bu ağı arıdan təminlik paçaq. Təmi yaxşı, turğumizlik köp dövlətin petitulları çesemelgen. Fransızlar yemeklik materyali alaydı əhmiyet verdi. İspanlar təmdən çeşke intayın maliyet İtalya qarmıçıdır. Asraqlı sep koyumuz. Bol, arıdan təminlik paçaq çökan məsatı aylandı. Tuz dərmini, otçıqlıqı, puruqı, nəhət özgüç koptu. Qosunazsa çökanlıya. Salam dostlar. Ben Ahit Bakı Kadri. Çokan mesulatları sizle Aypatem'nin Kelin Tanışı filmini görüşke tavsiye kılıdı. Apa? Dada, ben tanıştırıp gel. Bu yak benim boğusi ayağım 712. Biz çok soykumaç bu atımız. Sen koşulsan la apa? Doktor ne bu? Bana bu kızın ismi neymiş ki 712? Oy apamın tuğlan günü 7. ayının 13'üsü var unutup kaldım ha? Ya unutup kalmadım. Ötküzük buraya yaptım ha. Oy canım balam, dadam balam, yürüküm balam. Şuna sıra tuğlan gününü isim kılıp koygattım apa? Haylikim, bak halitira kopkup saçımı. Eğer sen yaptırmağa olsan anlaştırasak buldu. Mesela sizin ismin Aypatem boğan diken. Bu kızın ismini mesela tüm Aypatem götürsek biliyor musun? Ne mi dedim ha bala? Oy balam, bu isim degende çok atamla oyluşup durup arada tallap koydu. Onu halıgança almıştırıversek olmaydı. Deyişti unutup kaptım he. Bu için ben sorduğun sitibağım maşinadım. Şu ismini halıgança almıştırsak biliyordu. Bu maşineden mi? He? Oço, Recep rastladı ha. Yaxşımsizlar. Men eng yangi avlod aqliy iqtidorli kelin 712. Men sizlar uchun har vaqt har qanday xizmat qilish uchun tayyorman. Javobim tugadi. Vay. Apset. Ma bolu diken ma var. İsmini halka vakti üzgerteler diken mesela. Ama özü dedi o her kanda kısmette kırmendim. Şimdi hacıdan pulum çıkaraydı ki. Ben koşaldım. Razlık verdim. Bak bulun. Rahmet ederim. Bir şimdi ağırtman ha. Ne çıktı ya? Bizning uyga nurg'ulg'an kelinlar kelgan, lekin mashina kelin kelib boqmabdi ekan. Bugun bu mashina kelinni bir ko'rib boqayli ha. He apa, bunda mashina kelinning çok iqtidor bek yuqori. O hammani qilalaydi. Uning ustiga eng yangi nusxa. Voy bolam, eng yangi nusxa deb 2 yildan keyin yangini almashtirman deb jafo tortib qolasanmiki? Damaydi apa. Apa, bunun haceti yok. Mening sistemamni yilda bir qitim yengilsili bo'ladi. Har qitim yengilganda menga har xil yangi iqtidorlarni qo'sha olasiz. Javobim tugadi. He, bunda mashina kelinning ortiqcha bek ko'p apa. Masalan, o charchamaydi, zarlanmaydi, sendan xafa olmaydi, lekin yerib ketmaydi, yig'lamaydi, sen bilan urushib qolsa absiga yomonlab ketmaydi. Uning ustiga shundan chiroyli, uning ustiga yozdimi, qishdimi bir qo'rli kiyini kiydi, pul tijimizdi, qara bulandiki. Hey, 712 Oğlum Batır sizni yartıqqa o'xshaydi. Lekin mening sinig'imdan o'tmay turib bu qarorni chiqarg'ili bo'lmaydi, jim. Bo'ladi apa, javobim tugadi. Necha yash kirdingiz? Men tug'ilg'ili 1 oy, 3 kun, 8 soat, 25 minut, 15 sekund bo'ldi. Javobim tugadi. Voy bolam, bu tek yeshig' tegmabdi-ku. Bunda qadamni kelinni qaytarsak qonun xilop bo'ldi, jim. Apa, bu degan mashinadan tursa, buni faqat pul setib olsa-ku bo'ldi, qonunni sotgan narsa tursa unday gap yo'q, apa. Anda siz nima ishlarni qila olasiz? Men hamma ishlarni qila olaman. Javobim tugadi. Tamoq eta olamsiz? Eta olayman. Sizga qaysi turdagi tomoq lozim? Javobim tugadi. Qanday tamoq eta olasiz? Savolim tugadi. Men jongocha 1000 xil, xaribcha 560 xil tomoqlarni eta olayman. Agar sizga boshqa xildagi tomoqlar lozim bo'lsa, Batır sistemamning davomli yangilisi bo'ladi. Javobim tugadi. Oy, ha, kirmi juya olamsiz? Juya olayman. Men suvda yuvish, quruq yuvish, tez yuvish, yana har xil raslarga asosan har xil yuvish usullarini bilaman. Javobim tugadi. Bu 712 hammani biladi ekan. Boshqacharoq savol so'rsam bo'ladi. Ha!
Quyosh bilan yer sharining o'rlig'i qanchalik? 149 milyon 597 ming 870 kilometr. Javobim tugadi. Tinch okeanda necha xil jonliq bor? Tinch okeanda 100 ming xildan ortiq jonliq bor. Dengiz yuzidan 2000 metr ostida yashaydigan jonliqlar 4% dan 5% egallaydi. 5000 metr ostida yashaydigan jonliqlar 800 xil. 6000 metr ostida yashaydigan jonliqlar 500 xil. 7000 metr ostida yashaydigan jonliqlar 200 xil. 10000 metr ostida yashaydigan jonliqlar 20 necha xil bo'ladi. Javobim tugadi. Boshqacha savol so'rasam bunga o'xshamamdir. Hem mücmelrek bir so'z so'rab baqay. Birga-birini qo'shay deb qo'shmasak necha bo'ldi? Ikki bo'lay deb bo'lmaydi. Javobim. To'g'ri dedi opa. Anna qutqali. Bana tug'alamsiz. Men Ey bala, ma 712 men qıplam zuvan yo'qab ketdi bu. Bunu bana sepirden açıp tukun tulup kaçılmadı ki. Sen soğuk sorup tukun tüyütüpse bunu apa. Ben tuk kaçılay bununla. Ey balam, bu 712'nin her yeri boğan bilen balı tuğanmaydığı yeri boğmaydı ki. Apa eğer bek balı deydiğin şu olsa. Maşını baldım beni bir kovasaklı bulmadı mı? Maşını baldım birini bekleyelim. Maşını xotun, maşını bala. Ma bizlerini elip takı çıksan. Bulanın tok tügep geçse, balarını söylemse, xotununu söylemse, bizni söylemse. Boğmaydıken. Baktı da turup kayıttırıp et. Apa bunu kayıtırmazsan pulumu kayıtırpamaydım yine. Kim kayıttırpamaydıken? Ben billi baray, kayıttırpamagini bir göreyim bunu. Makul. Da sok çitip koyayım ben. Könüp kanıp bir kabını. Ma öz yaxşı görgen kızanlar kanında paramız bulgan. Yey, aka. Kızlar bilan paranlashishni uqmaydi ekansiz. Nima deganlar bu? Siz depememsiz bu kızlarla kadar paranlaşmayız. Bu bek osongu. Chiroyli ifodalardi. Qarang, siz ko'rib. Qarang, manda evet siz buni. Bana özet peşen kızgarıldı cevap getirdi. Kadar kıldım ne? Bucu barmak kirgizgichiniki rasm soqishtirish iqtidori. Bunun tek qabilik üzüntülerini kulak derleyecek gibi buldu. Bak bulduk ya. Qarang buna. Bakın mani men şuraya kadar şunuz bu değil. Bunucu aka. Et bazarıdan barmak kirgizgich deb izasanızlar haqsiz tushiralaysiz. Men ilonsiz. Mondaq. Dostlar, sizlarni tushirib sinab berganlar. Har qaysi cho'ng kichik art bozorlardan tushirib olasizsiz. Hey, qanday ahvolingiz yaxshimi? Men sizga bir xush xabarda, avvalsiz mening gapimni olam. Siz aldiqda menga tavsiya qilganlik Alvo degan aptet olib, ashuni tushirib elib, sizdan bu suratli filmlaringizni rangli qo'ng'iroq qilib olgandim. Siz deb beqa, siz press qilib beqa nima ish bo'ldi? Shuni opam ko'rib, siz yarab qoldingiz. Shuningga men hozir sizni og'il baray, anandagi ishimiz birga opam bilan ko'rishaylik, qanda? Bilanda? Ma'qul. Unda men hozir borman juma. Baş. Apa. Ekberlenço Nazile toy qıptı. Bildim, men bağan şu toyga. Şunda qaydyusuluq, yüzü töven, chiroyli qizdan birini tanlaptı. Kelin degan ashtaq bo'lsa, ha? Apa. Aş kızını ben öyge ekegen boğuydu. Oy, sen ekegenme? Uy, erkegenlikda yo'q. Oy Nazileço. Ben faqat ko'rmadim bunda qizni. Benim ismim Nazile. Navadı çoğulan benim ismini esi tutamay. Hey, deb chaqirib qolsin. Ben her derim. Uy, ben nima deyman? Uy falan. Maqtar yedim. Chiqqandakla mening ko'nglimdagidek bir kelib paydo bo'lib qoldi. Obamdek oshda xotinga, men oboyqadek oshda gaplarni qilmasam,
Meni sizga ep berenti. Apangizda xotinning osh sütünü bir ötkiz. Apa! Ey! Sen mi? Oy balam, şu vaqt şu qizning yolg'onchiligini bilmagan bo'lsam, ma ikkimizning tutun bir bitta tiqib qo'yapti juma. Apa. Ha? Qaraganda men to'y qilolmaydiga o'xshayman. Men kelgan qizlarning hammani sen qaytirib o'tding. Oy balam, men qaytiryaptimmi? Ey, men hech qachon undaq ish qilmadim. Sizin erimizning, sizin chechingizni jungdab so'rayotganini ko'rib qoldim. Ay banamızca karan beni tanla, beni anmak çike. Akayırgan cinayet koynumuz tutula bitir, ana işi koynumuz değil. Hem de beni kışın kaytıp gidiyor. Ooo, işte yakınızdan ben yanı kelime. Allah'ım. Bana izniyle yoksun. Ay belanın közden lağıl bitti. Bir şey var. Ha işte. Qani bala? Nima shu? O'zi meni sinig'imdan o'tmay ketdi-ku. Hasan nima ish qildi, apa? Menga hech kim qilmadi. Ma qatazgi bor bu. Gap bağlamaydigan qushqashlarni so'laydi. Biz shu son muhabbet hikoyamizni debirotgan to'g'ri. Voy bo'ldi. Men Hindistonning bir kinosini ko'rgandek bo'ldim. Voy bu Qashqadagi Koreyalikka o'xshaydi ekan-ku. Ha, Smida. Ey, sawadika. İsmingiz nima? Nal. Voy, na yeyga maqsaddan kerak. Bundan yigitimi? Sen tushunmading. Voy balam. Bu menga ta'lim yuqori emas. Qizman bo'lsa bo'ladi. Lekin shu normalroq bo'lsa bo'ladi degina. Apa. Men kelgan qizlarning hammasi shu normal qizlar. Nädiki bala ekan u? Men allaqachon 5-6 balni tug'ib qo'ygan. Agar bala kerak bo'lsa 2-3 balni bersam bo'ladi-ku. Hey balam, bu nerede tug'ilib, nerede cho'g'gan? Ey, qanday yashayapsan? Ne kullanmaydığı iş yoktu mu? Hüner diyen toşak bizde. Her konuda kulağımızdan geliyor. Bu yak sizi. Bir-birini qo'shay deb qo'shmasak nechchi bo'ldi? Chiki bo'lay deb bo'lmaydi. Sizni bir sana bir resim bir yarımıdım ha. Yarıda? Qaysi yerda? Yer cho'lpon xotinning qizi bor-ku. Ha, ele sevgilisinin kızı mı? Ha. Ay bala, sen tomoq kızını saladın-ku. Baba şu ben bunu aşkan kırıp bu işlerle kulağım kulağım kelmeye kadar ha. Gelsin buldu diye. Buldu. Bunda çok bana neresine pek olmuyor. Şu xotinning qizi yorg'a. Lekin bu şu senin bundan muhabbetleşip qo'yishingga, bil aralashib qo'yishingga bo'ladi. Kelin bo'lib kirishga qat'iy bo'lmaydi. Voy chunki bu mushu xotin mening quloqningni yetli ketdi. Ko'zimni assam ham shu xotinni uchirdim. Nagili qarasa. Ha? O'z qo'lig'imdan shu xotinning ovozi, voy mening bezar qilyapti. Endi qizni kirib, yana ko'z oldimda peyqirab jumsin. Chivindek. Apa. Davası pek bulmasa. Sıktığında kıza saklamtıgan için ekreğin ya. Ay baldi. Oy balam. Bu kızlarına başlap geliverip beni hardırıp ürettim. Ya bana yargıdan birisi çıkmışsa. Sakla versin. Seni yaxşı göz çok saklaydı.